Navbatdagi mishalkamiz xudo xolasa Ro'zg'or bopidan bo'ldi. Bu 220 da ishlaydigan don, hashi hammasini aralashtirib, sho'rxa, burxa, silos-piloslar aralashtirib 220 da mollarga, qo'ylarga o'sha hashili mahsulotni aylantirish uchun 220 da mishalkamiz xudo xolasa mana diplomat reduktorlik. Hozir ichiga 80 kg, ya'ni 4 qop silos solib qo'yganmiz. O'zi asli bu shu 80 kg 100 kg lik mishalka deyiladi. Buni asosan donli mahsulotga tayyorlab beramiz. Endi hozir hashakka qilib bering deyishgani uchun hashakka ham to'g'irlab berdik. Hozir buning ichida 4 qop silos bor, mana achigan silos. Endi achimagani shunaqangi silos shunaqa bo'lar ekan. Hozir endi bunga ishlab turgan jarayonida xudo xolasa don ham qo'shib sifatli yem tayyorlaymiz. Qani boshladik. Mana aylantirish boshladi. Motorimiz 220. Tokimiz 199. Xohlasiz zavodskiy motor qo'yilgan. Endi bunga ozgina donni sovoramiz, to'g'ri silos donli bo'lishi uchun. Xohlasiz sho'rxa soling, xohlasiz kunjara soling. Endi bizda bori don soldik. Ha, solaver. Sekin sovoraver. Yoniga, ha, shunday. Serdon silos bo'ldi. Xohlasa ko'p emas, 5 minut aylantirasiz. Yemingiz tayyor bo'ladi. Xohlasa. Agar bunga misol uchun sho'rxa sovorsiz, yo bo'lmasam kunjara sovorsiz, shu mollarga nima yem tayyorlaydigan bo'lsangiz solaverasiz. Og'zini bitta yopinglar. Qopog'i bor. Mana ruchkasi ham bor, xudo xolasa. Erta mana Premix, dori, pora bu narsa solamiz. Ishlab turgan jarayonda ham donlar sovorsiz bo'laveradi. Ochishi shart emas. Hid-pid, chang-pang chiqmaydi. Tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Ochkinda. Mana o'zi tayyor. 3 minut yo 5 minut. Ko'p aylantirish shart emas, chunki bu o'zi zakonni aralashtiradi. Endi bunda hozir ochib ko'rsatib beramiz. Ochib o'rgan. Ha, ochaver. Tepaga ko'tar. Ana. Bitta nimada tortib tursan unda. Ramojon. Kureda tortib turgan. Bo'lmasa tagiga to'planib qoladi. Tortaver. 90 kg yemni hozir aralashtiryapti. 90 kg dan oshiq mana. Ichida o'zi chiqancha 1 minutga bormaydi. Ichidagi hamma narsani tushirib tashlaydi. Ro'zg'or bob 100% yemiz 3 minutda aralashib bo'ladi. Endi maksimum 5 minut aralashtirsangiz mana donli silos bo'ldi. Maza qilib endi xudo xolasa mollarimiz yeydi. Mana. Dar ichida hech bo'la qolmadi. Ko'rgan bo'lsalaring 1 kg ham yem qolmaydi ichida. Bunaqangi mishalka xudo xolasa Mustang jamoasida bo'ladi. Lapatkilari ham ko'p. Xudo xolasa kimga shunaqa mishalkalar kerak, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Bemalol aloqaga chiqarsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.